2005-yili Kapchakda ikkita so'z paydo bo'ldi. Birinchisi sizni saytga olib kiradi, ikkinchisini esa ahamiyati yo'q edi. Siz u so'zni noto'g'ri yozsangiz ham baribir saytga kiraverardingiz. Lekin ikkinchi so'z nega kerak edi? Bu so'zlar eski gazetalar va kitoblardan olingan edi, ammo sun'iy idrok bu so'zlarni o'qiy olmas edi. Chunki so'zlar bo'jalgan yoki yotqizilgan edi. Agar foydalanuvchi birinchi so'zni to'g'ri kiritsa, ikkinchisini ham to'g'ri kiritishi aniq edi. Va 10 kishidan 9tasi bu ishni to'g'ri amallasa, ajoyib. Sun'iy idrok bu so'zlarni tushunishni boshlaydi. Ushbu so'zlarni to'g'ri kiritgan foydalanuvchilar sun'iy idrokka New York Times gazetasini e'tibor bering, 1 yillik arxivini 4 kunda o'rganib chiqishiga yordam berishdi. Mana endi tushundingizmi, nega hozir kapchaklarda so'zlar yozilmaydi? Chunki biz hammamiz birlashib sun'iy idrokka kitob o'qishni o'rgatib qo'ydik. Shu sababli ham hozirgi kapchaklarda suratlar qo'yilgan, ammo bu ham shunchaki emas. Buning ham o'z sabablari bor. Lekin yana savol tug'iladi. Ammo nega svetoforlar, avtobuslar va piyodalar o'tish joyi? Bu zerikarlik-ku. Axir buning o'rniga boshqa suratlar qo'ysa bo'lmasmidi? Lekin buning ham o'z sababi bor. Buning sababi shundaki, biz bu suratlar bilan haydovchisiz mashinalar, dronlar, yana va hokazolarga xaritalarni to'g'ri o'rganishni va yo'llarda to'g'ri yurishni o'rgatyapmiz. Va eng ajoyibi, biz buni mutlaqo tekinga o'rgatyapmiz. Shu boisdan ham sun'iy idrok hozir belgilarni insonlarga qaraganda ancha yaxshiroq ajrata oladi. Va bu hali hammasi emas. Kapchaklarga audio fayllarni eshitish, matematik vazifalarni yechish va shaxmat o'yinlarini o'ynashni ham qo'shishgan. Va hozirgi kunda sun'iy idrok shaxmatni insonga qaraganda anchagina yaxshiroq o'ynaydi. Xullas, o'ylab qaraydigan bo'lsak, sun'iy idrok bizga emas, aslida biz unga anchagina narsani o'rgatgan ko'rinamiz. Siz nima deb o'ylaysiz?